Hayot sizga imkoniyatlar beryaptimi? Demak, siz shunga munosibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Bugungi Yulduzli oqshom mehmoni O'zbekiston kickboks bo'yicha terma jamoa bosh murabbiysi Bekzod Aliyev bilan xonadoningizda mehmonmiz. Bekzod, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Malika opa. Kickboks sportchilarimiz keyingi yillarda jadallik bilan butun dunyoni egallayapti desam xato qilmagan bo'laman. Buning asosiy siri nimada? Hozirgi kunda hammaga ma'lum, O'zbekiston kickboksing assotsiatsiyasida juda ham katta ishlar olib borilyapti. Murabbiylar ustida, sportchilar ustida, har bitta viloyatlar ustidagi bo'limlar ustida, hakamlar ustida, o'sha har bitta bo'lim ustida alohida mas'ullar qo'yilib, shu rivoji uchun har xil ishlar olib borayotganligi sababli mana hozirgi kunda ko'rib turganingizdek natijalarimiz ham yaxshi. O'tkazadigan musobaqalarimiz, mamlakat chempionatlarimizning nufuzi ham juda yuqori saviyada o'tyapti. Yaqinda Jizzax viloyatida kattalar o'rtasida O'zbekiston chempionatini o'tkazdik. Bu musobaqamiz ham juda ham ko'tarinki ruhda o'tib, odam muxlislar kelib turib, mazza qilib tomosha qilib, bolalarni sportchilarimizni musobaqasini ko'rib bahra olishdi. Umuman olganda terma jamoaning shakllanishini, terma jamoaga munosib nomzodlarni saralab olish ham qiyin jarayon. Albatta bu qiyin jarayon, o'ziga yarasha mashaqqati bor. Mana shu Jizzaxda bo'lgan musobaqamizda ham mana shu 2026-yildagi terma jamoani shakllantirib oldik. Oldinda chunki musobaqalarimiz ko'p. Hozir yoshlarimiz o'sib kelyapti. Hozirgi kundagi, bugungi kundagi birinchi nomer bolalarimizga o'ziga mos raqobatdosh yoshlarimiz kelib chiqdi. Mana bu o'tgan musobaqamizda yangi o'sib kelgan yoshlarimizdan ham terma jamoaga yaxshi bolalarni qabul qildik. Kickboks sport turi bilan 3 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqdaman. Shu yillar davomida ko'p bora O'zbekiston chempioni, Jahon kubogi g'olibi, Osiyo chempioni degan nomlarga sazovor bo'ldim. Bularning sababchilari murabbiylarim deb hisoblayman. Bularga Oybek Narmetov, Bekzod Aliyev mashg'ulotlar o'tib, har bir mashg'ulotlarda bizlarning kamchiligimizni ham ruhan, ham psixologik darajada tayyorlab kelmoqdalar. Bizlarni har bitta tatamida jang qilganimizda murabbiyimiz Bekzod Aliyev bor kuchlari bilan qo'llaridan nima kelsa hammasini o'rgatishga harakat qiladilar va bizning g'alabamizdan juda ham xursand bo'ladilar. Biz g'alaba qilganimizda ular bizdan-da ko'proq xursand bo'lib, ba'zida ko'zlaridan yosh alqigan paytlari ham bo'lgan. Biz murabbiylarimizdan juda ham minnatdormiz. Shuncha natijaga erishishimizga asosiy shu ustozlarimiz va murabbiylarimiz deb hisoblayman. Murabbiy aynan mana shu terma jamoadagi sportchilarning har birini fe'l-atvoriga qarab ko'nikma beradimi yoki bitta taktikada ishlaysizmi? Yo'q, albatta bolalarda hammasini xarakteri har xil bo'ladi. Bolalar bilan ishlashda alohida ishlar olib boriladi. Chunki har bir sportchining oilasidagi muhit har xil bo'ladi. Har bir sportchining o'ziga yarasha xarakteri bo'ladi, emotsiyaga beriluvchan, his-hayajonga beriluvchan bo'ladi. Shuning uchun har bir terma jamoa sportchilarimiz bilan alohida suhbatlar olib boramiz, alohida mashg'ulotlar olib boramiz, turmushning protsesslarini olib boramiz har biri bilan. Chunki bizni terma jamoaga kelgan sportchilarimiz hammasi saralangan. Bugungi kundagi sborniy komandamiz bolalari saralangan. Va albatta har biriga alohida e'tibor bo'ladi. Jamoaviy mashg'ulotlarimiz ham bo'ladi ular bilan birgalikda. Biz murabbiyimiz, terma jamoa murabbiyi Bekzod Aliyev bizga katta yordam beradi. Kickboksing sport turini mukammal biladilar o'zlari sportchi bo'lganlar, ko'p natijaga erishganlar. Hozirda bizga o'sha o'zlarining bilimlarini nimani bilsalar, hammasini o'rgatyaptilar va o'zlarining ustida ko'p ishlaydilar. Bizga dars berishdan oldin o'zlarining ustidan ishlab, keyin tajriba olib, undan u yoqdan o'qib, bilim olib, keyin bizga undan ham yaxshiroq qilib, osonroq qilib bizga tushuntirib beradi. Osonroq yo'llari bilan yaxshiroq natijaga erishish uchun yordam berib kelyaptilar. Bekzod Aliyevga rahmat deymiz, ustozimizga. Shunchalik bizni qo'llab-quvvatlab, musobaqalarda o'zlari olib chiqib, musobaqalarga tayinlab, hamma nima yordam kerak bo'lsa, hammasiga yordam beradilar.
murabbiylikni yuki ham qiyin bo'lsa kerak Bekzod. Albatta murabbiylik yuki qiyin. Men o'zim sportchi bo'lganman. Shu sportda kickboksdan musobaqalarga chiqqanman ko'plab. Turanka kurash sport turlaridan chiqqanman musobaqaga. Sportchi bo'lsangiz faqat o'zingiz javob berasiz, o'zingizga javobgar bo'lasiz. Murabbiy bo'lgandan keyin butun komanda yerda har xil sportchi, har xil xarakterda. Albatta bu yerda birinchi o'rinda natija bo'ladi. Juda ham o'ziga yarasha qiyinchiligi, mashaqqati bor. Uni yuki og'ir-deng. Yuki og'ir. Musobaqalarga borganingizda, masalan, reja qilasiz. Bugun mana ketyapmiz Jahon Kubogiga, shuncha medal olamiz deysiz, lekin amalga oshmasa-chi? Bunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Shunaqa vaziyatlar bo'lganki, kutgan sportchilarimiz natija qila olmasdan, ikkilangan sportchilarimiz natija qilib ketgan joylari bo'lgan. Mana 2024-yil Kamboja davlatida kattalar o'rtasida Osiyo chempionatida qatnashdik. Bu bugungi kundagi bizning eng katta bir yutug'imiz deb aytsam adashmayman. Chunki to'liq tarkib bilan qatnashib, mana shu kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionatida 20 ta oltin medalni qo'lga kiritdik. Va o'z o'rnida 24 ta davlat ichida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi O'zbekiston terma jamoasi. Bu tarixiy natija. Bugungi kungacha kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionatida bunaqa natija bo'lmagan. Eng quvonarligi mana shu musobaqada mana 2025-yil avgust oyida Xitoyda bo'ladigan jahon o'yinlariga 8 ta litsenziyani qo'lga kiritdik. Bulardan 4 tasi tatami yo'nalishida, 4 tasi ring yo'nalishidagi litsenziyani qo'lga kiritdik. Bu musobaqada jami bo'lib turib 12 ta litsenziya qo'lga qo'yilgandi, yo'llanma. Mana shu 12 ta litsenziyaning ichidan terma jamoamiz 8 tasini qo'lga kiritdik. Juda ham bir 2024-yil oxiriga yaxshi natija bo'ldi. Bekzod Aliyev endi haqiqatda anchadan beri 10 yildan beri tanish bizlar. O'zimni yonimda yurgan bir shogirdlar deymiz. O'zimni yelkama-yelka birga mana shu kickboksingni o'stirishda ancha mehnat singan trenerlardan ham insonlardan ham o'zi rahbar. Juda mehnatkash inson. Mana shu kickboksingga juda katta hissa qo'shib kelyapti. Pastdan o'sib chiqqan o'zi sportchi, bosh murabbiy yordamchisi ham bo'ldi. 4 yil bo'ldi bosh murabbiy bo'lib ishlab kelyapti. Mana shu 4 yildan oxirgi kickboksingni faoliyatini olsak, juda o'sish katta bo'ldi. Endi asosiy men o'zim aytaman bolalarga, bolalarning mahorati bu bosh trenerga bog'liq. Musobaqani o'tish saviyasi bu sudyalarga bog'liq. Endi bu o'zini bugungi kunda o'zini ishi bo'yicha qarab chiqsak, ancha mehnat qilib, juda ko'p natijalarga erishdi. Buni o'zining ham shogirdlari bor. Qolaversa, umumiy jamoani ham o'rgata oladi. Har doim ishga tayyor. 30 sekund ishlab tur, to'xtab qolma. Bo'shat yelkalaringni, bellaring bo'shat, joyingda turma. Nafas ol, nafas chiqar. Ishlab tur. Bekzod, shu mana ishongan sportchilaringiz deylik jahon chempionatida, Osiyo chempionatida yutkazib qo'ydi. Ruhiy tushkunlikka tushdi. Siz qanaqa dalda berasiz? Bunaqa holat ko'p bo'ladi, chunki mana kattalar o'rtasida Portugaliyada jahon chempionatimiz bo'ldi. 3 nafar sportchimiz finalga chiqdi. 3 nafar sportchimiz bronza medal bilan to'xtatdi. Juda ham mana hozir shu musobaqalarda o'tgandan keyin yutadigan vaziyatimiz ham bo'ldi, bo'lmadi emas, nasib qilmadi. Uchala finalistimiz ham kumush medal bilan to'xtatdi. Endi birinchi o'rinda sportchining o'ziga mana shunaqa vaziyatda kerakli natija qo'lga kiritilgan vaqtida juda ham tushkunlikka tushib qoladi. Biz albatta u bilan
bizda trenerskiy murabbiylar kengashi bor, rahbarimiz bor, bosh hakamimiz bor. Birgalikda yutqizgan bola ustida faqat nima deydi, oldindagi bundan keyingi keladigan musobaqalar to'g'risida gaplashib, yaxshi ruhlantirib, sani qo'lingdan keladi, sen bundan zo'rga erishasan degan bir ruhiy gaplar bilan gapirib, yutqizgan bolani hech qachon chetga surmaymiz. Hech qachon chetga surmaymiz, chunki yutqizib yutishni o'rgangani bu yaxshi. Birdan yutib turib, birdan yutqizsa bu bo'lmaydi. Bu shuning uchun qo'ldan kelgancha o'zimizda bor taktikani, o'zimizda bor maslahatni berib, shu yutqizgan bo'lamiz yanada ruhlantirib, keyingi musobaqaga bundan ham kuchli tayyorlashga harakat qilamiz. Mehribonlar bizaga har doim zalda qattiqqo'llik qiladilar-da, keyin undan chiqqandan keyin xafa bo'lmadingmi deb, ukam yaxshimisan deb, yana ham ko'ngilni olib, xursand qilib, rag'batlantirib ham qo'yadilar. Sport bu hayot emas, qanchadir miqdorda hayotimizni bir o'rni, lekin hayotimiz hamma narsasi emas-da. O'shanga yordam beradilar. Hamma narsani o'z joyida qo'yish uchun, misol uchun o'qish kerak, bilim olish kerak, sport, o'z oila, ota-ona hamma narsani o'z joy-joyiga qo'yib qo'yish kerak deb tarbiya berishadi-da bizda. Oilamiz a'zosilar shu bizani murabbiy, eng katta murabbiyimiz. Nima desalar quloq solamiz. Bizga yomon narsa o'rgatmaydilar, faqat yaxshi narsalar, yaxshi bo'lgan hayotda yaxshi natijaga erishinglar, yaxshi inson bo'linglar deb faqat yaxshilikni o'rgatishadi bizga. Bekzod aynan mana shu sportda bir necha yildan berisiz. Nimaga o'rgatdi sport sizni? Sportga kelib juda ham ko'p do'stlar orttirdim, juda ham ko'p ustozlar ko'rdim, juda ham ko'p yaqinlar orttirdim. Sport shunaqa bir yaxshi kasb ekanki, odamni qat'iyatli qiladi, matonatli qiladi. Bir ishni boshlagandan keyin shu ishni oxirigacha olib borishga odamni undaydi. Yana bitta masala, shu yoshligimizda maktablarda dars o'tirganda shu nima bo'lardi, sportchalik vatanda tez tanitib bo'lmaydi deb turib, faqat oldimizga bitta maqsad qo'yilgan, shu bayroq ko'tarib, o'zimiz ham ko'tardik, qo'ldan kelgancha mana shogirdlar ko'taryapti. Sport, mana shu sohani tanlaganimdan afsuslanmayman hech qachon. Chunki juda ham ko'p narsa, oddiy hayotda ham, umuman boshqa sohada bo'lgan taqdirda ham sportga kelganda odam afsuslanmaydi. Qaysi kasbni tanlashdan qat'iy nazar, sport bilan shug'ullangan inson qat'iyatli bo'ladi, bir so'zli bo'ladi. Nima deydi, Jaydarsga aytgan mard, matonatli yigit nima bo'ladi. Chunki men afsuslanmayman hech qachon sport tanlaganimda, murabbiylik kasbini tanlaganimda afsuslanmayman. Juda ham ko'p narsalarni o'rgatdi menga. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor, bori bo'ladi, yo'g'i bo'ladi, bu hammasiga chidab yurish kerak. Nasib qilgani bo'lar ekan. Xudoga shukr, mana ko'rib turganingiz yaxshi, mana sportimiz rivojga ketyapti. Sohani egasi bo'lib tanlaganimdan afsuslanmayman hech qachon. Yaxshi inson, yaxshi posbon, qolaversa yurtga nimadir o'zini bir foydasi tegadigan insonlarni tarbiyalab kelyapti. Bu juda katta narsa, u ko'rinmaydi. Trenerning ishi ko'rinmaydi, lekin asosiy ishlarni shular qiladi. Meni omadim mana shunday fidoyi murabbiylar bilan ishlashim juda ham shundan men xursandman. Haqiqatda bular jamoani olib bora biladi, katta musobaqalarda o'zlarini ushlay biladi va natija ham qiladi. Hamma bosqichlardan o'tish kerak-da. Albatta. Bosqichma-bosqich o'tmasangiz baribir qiyin. Chunki siz shu sohani egasi bo'lganingizdan keyin oddiy trener zalida masalan misol uchun 30 ta 40 ta qancha bola bo'lsa ham har bittasining xarakteri har xil bo'ladi. O'sha xarakterga tusha bilish kerak. O'sha bolani ruhlantirib, olib chiqib ko'ra bilish kerak. Qani kim chempion bo'ladi? Kimdir sog'lig'i uchun qiladi. Sportda qancha mehnat qilsa, sportda erisha olmagan natijasi bo'lsa ham, boshqa kasb tanlaganda ham mehnat qilgan kishi hech qachon kam bo'lmaydi.
oxiridan qayt, yarmidan qaytma. Sal qo'shamiz, ozgina tezroq yugur. Ketdidagi ikkita chap, ikkita o'ng. Yuguramiz. Oyoqlarni otib ketamiz, hamma o'tar, yengil-yengil, maya, qayting. İşledi, bo'shashma. Yengil, sari, yengil. Hop, o'tin zatlar, hop, o'tin. Albatta. Ishla. Ha, bitti, bak. Bir paytlar kickboks juda ham rivojlangan edi. Orada qanaqadir cho'kish bo'ldi va yana hozir bugungi kunda yaxshi natijalar qo'lga kiritilyapti. Ayollarimiz ham bormi shunaqa? Albatta, mana shu Kambodjada bo'lgan Osiyo chempionatida 4 ta qizimiz oltin medalni qo'lga kiritib, jahon o'yinlariga litsenziyani qo'lga kiritdi. Hozirgi kunda kickboksing sportimizda 7 xil yo'nalish bo'lsa, mana shu barcha yo'nalishlar ustida o'ziga o'sha javobgar mas'ullar qo'yilgan. O'sha mas'ullar o'sha har bitta yo'nalish to'g'risida ishlar olib boryapti. Bugungi kunda qizlarimiz ham mana vaqtida biz to'g'ri savol berdingiz, mana 2020-yillari, 2021-yillari qiynaldik. Chunki Yevropa davlatlari juda ham oldinda, qizlari ham, sportchilari ham umuman hamma tomondan oldinda. Hozirgi kunda bemalol raqobatlashyapmiz. Va albatta qizlarimiz ham shunga javob beryapti. Bugungi kunda bizda ham yaxshi qizlarimiz bor. Umidimiz katta bu qizlardan. Bekzod Aliyev murabbiyimiz mashg'ulotda qattiq qo'l turadilar. Musobaqalarda esa musobaqalarda ham jangga chiqqanimizda qattiq qo'l turadilar, lekin mana tashqi hayotda bizlar bilan kirishimchan, kulib, do'stona gaplashadilar. Bizlar bilan har doim masalan musobaqadan oldin ham ruhiyatimizni rosa ham ko'taradilar. Seni qo'lingdan keladi, senga ishonamiz. Sen bemalol eplaysan degan gaplar bilan biz kuch olib jang qilamiz. Yutqizib qo'ygan paytimiz jahllari ham chiqadi, keyin mayli bu yutqizish ham bo'ladi. Yutqizish sportchini yana ham o'stiradi. Orqaga qarab ketmaslik kerak. Shu yutqizganing sari oldinga qarab harakat qilib, yana ham tayyorlanib, mana shu yutqizgan qizingni keyingi safar urishga harakat qilgin deydilar. Har doim motivatsiya beradilar. Doim baxtimizga sog' bo'lib yursinlar. Bizlardek shogirdni tarbiyalashdan charchamasinlar. Kattadan katta rahmat aytaman, chunki ko'p yutuqlarimga sababchi inson hisoblayman. Mamlakatimizda ham bir qator musobaqalar o'tkazilyapti, nufuzli musobaqalar. Mana shunday musobaqalarni o'tkazish kerakmi o'zi bizga? Albatta kerak musobaqa. Ichki musobaqa birinchi o'rinda, ichki musobaqa kerak. Bu musobaqadan biz saralaymiz. Viloyatlarda birinchi o'rinda har bitta viloyatda tuman bosqichlaridan boshlanadi musobaqa. Tuman bosqichidan o'tgan bola viloyat bosqichiga chiqadi. Viloyat bosqichidan saralanib chempion ikkinchi o'rinda olgan. O'zbekiston chempionatini oladigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi o'rin qatnashadi har bitta viloyatdan. Mana shu viloyat bosqichida chempion bo'lgan bola keyin respublika bosqichiga chiqadi. Respublika bosqichi chempion bo'lgandan keyin o'sha chempion bo'lgan bola ustida alohida ishlab o'quv yig'im mashg'ulotlarida oldinda turgan musobaqada mana shunday qilib saralab olib chiqamiz. Chunki bilmagan sportchini hech qachon birdan katta arenaga olib chiqib bo'lmaydi. O'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Texnik, taktik mashg'ulotlari bor. Ularda har bittasidan o'tish kerak. Mamlakatimizda nasib qilsa Jahon Kubogi musobaqalari ham bo'lib o'tadi, to'g'rimi? Bo'lib o'tadi. Bu yil mana 2025-yil oktyabr oyiga rejalashtirilgan. Bu yil juda ham ko'p musobaqalarimiz bor. Eng nima deydi, bizga kerakli musobaqalarimiz mana jahon o'yinlari turibdi. Chunki 8 ta litsenziyadan raqobat qiyin bo'ladi. Biz bugungi kunda yil boshidan harakatni boshlaganmiz. O'quv yig'im mashg'ulotlari arada Hindistonga, Indiyaga borib keldik, Dehliga, xalqaro turnirga. Bu arada Tailandga borib keldik, Jahon kubogiga. Italiyaga borib keldik, Jahon kubogi. Italiyada Yevropa davlatlari ichida kuchli 10 taliga kirdik. Bu juda ham katta ko'rsatkich. Tailandda bo'lgan Jahon kubogida
44 ta davlat ichida 2-o'rinni qo'lga kiritdik. Mana endi oldinda jahon o'yinlarimiz, o'sha jahon kubogimiz bor. Eng asosiysi bu yil kattalar o'rtasida jahon chempionatimiz bor. Shu bugungi kungacha bizda qiynaydigani jahon chempionlarimiz yo'q kattalardan. Finalistlarimiz bor, sovrindorlar bor, lekin chempionimiz yo'q bugungi kunda. Niyat qilganmiz, maqsad oliy, oldinga Xudo xohlasa harakat qilyapmiz. Bu yil tarixni yangilaymiz. Assalomu alaykum. Kickboksing sporti ixlosmandlari. يلا اصحى دابا هوجه دابا Bekzod murabbiylikni ham o'ziga yarasha og'ir jihatlari bor. Vaqti kelganmi, kerak emas, shu murabbiylikni qilmay qo'ya qolay degan paytlaringiz ham bo'lganmi? Bo'lgan bunaqa vaqtlar ham. Chunki vaqtida mana hozir bugun kunda ko'rib turibsiz, yurtboshimiz tomonidan sportga juda ham katta e'tiborlar berilyapti. Har bitta hududda, viloyat hokimlari, tuman hokimlari, sport boshqarmasi, ular bilan birgalikda sport maktablar, yakkakurash sport maktablari birgalikda hozir yaxshi sportchi, yaxshi natija qilgan sportchi hech qachon ko'chada qolib ketmaydi. Sportchiga alohida e'tibor bo'ladi. Shunaqa paytlar bo'lganki, boshqa kasb tanlab ketib, bo'lgan ham arada bir ozgina lirik chekinish bo'lib turib, boshqa kasbga ham o'tib ko'rganman. Baribir rizqimiz shu yerda ekan, yana qaytib mana hozirgi kunda O'zbekiston terma jamoasi, kickboksing assotsiatsiyasining terma jamoasining bosh murabbiyi lavozimida ishlayapman. Sportchilikni tosh og'ir deyshadi. Umuman farzandlaringiz ham sportchi bo'laman desa, shu qiyinchiliklarni o'zingiz boshidan o'tkazdingiz-ku. Bu ham o'tkazish kerak bo'ladi. Farzandlarim, ikkita o'g'lim bor, lekin ikkita o'g'lim ham o'zimning kasbimni tanlamadi. Ozgina yurdi o'g'lim, katta o'g'lim. Hozir futbolga tanlagan, futbolga boradi. Kichkina o'g'lim kurashga boradi. Judo sporti bilan shug'ullanib turadi. Qarshilik qilmayman. Xohlasa shunaqa imkoniyat yaratganman farzandlarimga ham. Qaysi kasb tanlasang, o'sha kasbda oila cho'qqisini yaratishga harakat qilaman, lekin men dadam sportchi ekan, mana sportchi bo'lishim kerak degan narsa seni xayolingda bo'lmasin. Xohlagan kasbing tanla deb erkinlik berib qo'yganman. Shuning uchun kickboksyor emas ikkalovi farzandim ham. Qattiq tartib intizomga amal qilib, shu narsani o'zlarida birinchi navbatda sinovdan o'tkazib, keyin bizga o'sha narsani o'rgatadilar har doim. Mana biz misol uchun odam eshitgandan ko'ra ko'rganini ko'proq qiladi. Biz ulardan ko'ramiz, shu narsani qilamiz ko'proq. Hozir endi murabbiylikni boshladim. Kichkina murabbiy bo'lsam, bironta shogirdingizni olib chiqasiz musobaqaga olib chiqayotganingizda, misol uchun o'zim sportchiman, o'zim chiqsam uni hayajonlanmayman-da, lekin shogirdim chiqsa shunaqa hayajonlanib qo'rqib turadi-da murabbiy. Misol uchun yutsa juda ham xursand bo'ladi, yutsa juda ham xafa bo'lib qoladi, chunki hamma ayb menda deb o'ylaydi yoki g'alabasini natijasi men deb o'ylaydi-da murabbiy. Qadriga yetyapmiz Begizgami murabbiy bo'lib, keyin nimasi bo'lib, o'sha ichlardan nima kechgan bo'lsa, o'shalarni his qilib ko'ryapman senga, mana shu Oybek akamlar, Begiztikalar ham, Abdufattoh Shermatov, mana shu murabbiylarimiz nimani his qilgan bo'lsa, biz ham sekin o'shalar orqasidan ketamiz. Taekwondo sport turida mana qattiq zarba mumkin emas.
hozir shu taekvondo sport turidan ham bizga qizlarimiz, bolalarimiz o'tgan. Mana shu jahon o'yinlariga olgan litsenziyada Kasalapov va Dilrabo, Kasalapov, Sergey shogirdlarimiz, sportchilarimiz litsenziyani qo'lga kiritgan. Hozirgi kunda mana kickboksingda tatami yo'nalishi bor. Yengil zarba beriladi unda, qattiq zarba mumkin emas. Mana shu tatami yo'nalishdagi yo'nalishimizga taekvondo sport turidan, o'zbek jang san'atidan, karate federatsiyalaridan iqtidorli sportchilar o'zini sinagani kelyapti, chunki bular bilan memorandumimiz bor. Farqi yo'q, qaysi sport turidan bo'lganda bayrog'imiz bitta, madhiya bitta, maqsad bitta, natija. Shuning uchun mana shu taekvondodan o'tgan qizlarimiz, bolalarimiz ham yaxshi natijalarni qo'lga kiritib, hozirgi kunda o'zini vesida top 10 talikda yuribdi. Umuman hozir mana bizni ko'rib turgan sportchilarga, yoshlarga nima maslahat berardingiz murabbiy sifatida? Ular hayotida nimaga e'tibor berishsin? Hozirgi yoshlarga maslahatim mehnat qilishdan charchamasin hech qachon. Ularda bitta narsa bo'ladi yoshlarda. Hozir maqsad o'qish, sport bilan shug'ullanish. Ikkalasini barobar olib ketish kerak. Sport qilib o'qish tashlab qo'ymaslik kerak. O'qish qilib sport qilib. Ikkalasini birga olib kelsa, o'sha qat'iyatli, mard o'g'lon yetishadi. Hech qachon dangasa bo'lishmasin. Hammasi o'sha erinchoqlik, dangasalikdan kelib chiqadi. Mehnat, faqat mehnat qilishdan to'xtashmasin. Hozirgi kunda bir professional trenerlardan bittasi kickboksingda nafaqat O'zbekistonda, chet elda ham, chet el murabbiylar ham hurmat qiladi, undan o'rnak olishadi. Chet el musobaqalarida ko'piga bo'lmay qolsa buni sekundantlikka ham chaqirishadi. Mashq o'tkazishda, seminar o'tkazib berishda ham chaqirishadi. Xullas, men bu insonga nima deyman? Qilayotgan faoliyatida haqiqatda omad. Yana ham o'zidan ishlashni unga taklif beraman va har doim qiziqib o'zi shuni ichiga kirib ketgan. Bu insonga ishonsa bo'ladi. Yo'q javobi yo'q paytingda shu seni ishingni davom ettiradigan insonlardan bittasi shu. Iloyim har doim niyatiga yetsin, oilasi tinch bo'lsin. Kelajakda katta natijalarga erishib, katta mukofotlarga erishsin. Mazmunli suhbat uchun rahmat. Sportchilarimizga biz bo'lajak musobaqalarda omad tilab qolamiz. Eng asosiysi demak bu yil jahon chempionati. Kattalar o'rtasida jahon chempionatini. Shogirdlaringizga omad tilaymiz. Nasib qilsa, ular shohsupadan o'rin olishadi. Bu yo'lda tinimsiz mehnat qilasiz degan umiddamiz. Albatta. Mehnatdan charchamaymiz. Xudo xolasa bu yil maqsadimiz katta. Yangi jahon chempionlari bilan tashrif buyuramiz xudo xolasa. Rahmat. Mana hurmatli muxlis, bugun biz kickboks bo'yicha terma jamoa bosh murabbiysi Bekzod Aliyev bilan xonadoningizda mehmon bo'ldik. Balki siz ham mana shunday murabbiy yoki sportchi bo'larsiz. Faqat bu yo'lda tinimsiz izlanish va mehnat qilish kerakligini unutmang. Yulduzli oqshomda yurtimizning yulduz atletlari, yulduz murabbiylar bilan ko'rishguncha